Mana shu rostiga asmlagan endi Y30 1985-yildan 89-yilgacha chempionlikni bermagan. Buni motori test drive qilinganda mobil kompaniyasidan 1 million kilometrdan ko'p yurgan. Aka mashinani вообще zo'r qilib qo'yibsizlar, kasting qilib. Bu mashinaga necha pul ketgan, aka? 30 mingdan oshiqroq ketgan aka. 30 mingdan bitta motorni ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi aka. Aka bu proyektni necha yil oldin boshlagansizlar? Aka 2018-yil olingan mashina, Raman o'zi olingan, quruq. Mashinada balonlar ham bo'lmagan, yerda bo'lgan. Kuzbin o'zini olganmiz. Motor, korobkasi hech narsa bo'lmagan. Mana shu temir holatni sotib olganmiz. Unga nimalar ketganini primerni aytib bera olasizmi? Keyin nimaga mo'ljallangan mashina? Mashina o'zi driftga mo'ljallangan. Musobaqaga imena o'zi O'zbekiston driftiga mo'ljallangan. Motor Toyota Supra motori, turbina уже qo'yilgan, korobka уже BMW o'ziniki, sportniy korobkasi, ZF 320. Zadniy most reduktorlari уже усиленный driftga mo'ljallangan. Ko'rdinglar, o'zingizlar bu kastingni qilingan bu mashinamizni ko'chada yurishi вообще mumkin emas. Hammalarni Avtoinsight kanalida kutib qolamiz.